O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xonanda Ulug'bek Rahmatullayev haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Hali bizni bir-birimizga yomonlashadi deganda Ulug'bek Rahmatullayev Sardor Rahimxon kibr va oila mavzusidagi savollarga javob qaytardi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist xonanda Ulug'bek Rahmatullayevning YouTube tarmog'iga yangi intervyusi taqdim etildi. Suhbat davomida u sobiq xonanda Sardor Rahimxon bilan munosabatlari yaxshi ekani hamda hayoti davomidagi vaziyatlarga shaxsiy mulohazalari haqida gapirib berdi. Chetdan qaraganda boshqacha ko'rinishi mumkindir, lekin soddaman deb o'ylayman. O'zimcha qayerdadir, qachondir endi soddamasman deb o'ylab qolsam ham baribir ishonuvchaman deydi xonanda. Balki bu ham mening bir yutug'imdir, bilmayman. Chunki inson hech nimaga ishonmay yashay olmaydi hamda ishonch borki inson harakatlanadi. Atrofdagi yoshi kattaroq do'stlarim ham ko'pincha soddasiz, ishonuvchansiz deydi. Aslida ham musulmon insonning hech narsaga ishonmasdan yashashi noto'g'ri deb o'ylayman deydi xonanda. Musulmon odam ishonib yashashi kerak, undan u yog'i qolganlarning muammosi bo'ladi. Sardor Rahimxon bilan qayerda uchrashib qolsak har doim chiroyli ko'rishamiz deydi xonanda. San'atdagi do'stlarimning ko'pchiligi bugun kasbini o'zgartirgan yoki shou biznesni butunlay tark etib ketgan. Sardor Rahimxon bilan oxirgi marta ancha avval bir joyda taklif qilinganimizda ko'rishib suhbatlashgandik. U bilan qayerda duch kelib qolsak ham har doim chiroyli ko'rishamiz va chiroyli ko'rishganmiz ham deydi xonanda. Hech qachon salomlashmay o'tib ketgan paytimiz bo'lmagan. Hayotda siz o'ylamagan voqealar ham bo'lib, insonni turli holatga va turli sinovlarga tushirib qo'yar ekan. Xuddi shunday ba'zi voqealarni demak o'zi shunday bo'lishi kerak ekan deb qabul qilaman deydi xonanda. Sardor Rahimxon bilan yillar davomida bo'lgan do'stligimizdan yaxshi xotiralar bor. Sardor Rahimxonning san'atdagi eng qiyin damlarda yonida turib bera oldim deb o'ylayman deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Hozirgi gaplarimni hech qayerga aytmaganman. Bilmayman, Sardor Rahimxon avval sezganmi, bir kuni menga bir gap aytgandi. O'shanda u hali bizni bir-birimizga yomonlashni boshlashadi, hali bizlarni gap qilishadi degandi. Shu gaplarni ko'zda yosh bilan aytgandi. Xuddi u aytganday bo'ldi. Mana Sardor Rahimxon degan inson bilan umrimning qaysidir qismini yashab o'tganimdan va yaxshi xotiralar qoldirganidan xursandman deydi xonanda. Ishonamanki, unda ham xuddi shunday bo'ladi. Chunki san'atdan ketishidan oldin bir kuni bir joyga ko'rishib qoldik. Shunda u o'rtoq, mendan o'tgan bo'lsa rozi bo'l. Bir-birimizdan rozi bo'laylik. Shunday qilsak to'g'ri bo'ladi dedi. Eng keraklisi bugun u bilan salomlashishdan, bag'rimga bosib ko'rishishdan uyalmayman. Hatto uni duolarimda ham eslab turaman deydi xonanda. Hayotimdagi ba'zi insonlar bilan ma'lum vaqt yaqin do'st bo'lib, keyinchalik bunday bo'lmadi degani bu yomon degani emas deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Yoshligimda hali mashhur inson bo'laman derdim. Bilasizmi, mashhur odamning halovati bo'lmaydi ekan. Shuni tushundimki, har doim qaysidir ishingizni o'ylab yurasiz, vaqtida hammasiga erishishga harakat qilishingiz kerak. Yana bilmadim, balki hamma mashhurlarda emas, faqat menda shundaydir. Shuning uchun hamma mashhurlarda ham xotirjamlik bo'lmaydi deb aytmayman deydi xonanda. San'at yo'lida yurgan inson o'zi xohlagan halovatini, xotirjamligini topishi qiyinroq. Oilasi bilan o'tkazishi kerak bo'lgan eng yaxshi damlarda ularning yonida bo'la olmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham doim oilam uchun vaqt ajratishga, ulgurishga harakat qilaman deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Kimgadir kibrli ko'rinishi uchun alohida bir ish qilishingiz shart emas. Shunchaki chiroyli kiyimda, yaxshi mashinada va qora ko'zoynakda kimlarnidir oldidan o'tib ketsangiz ularga kibrli bo'lib ko'rinishingiz mumkin. Ularning nazarida kibrli bo'lmaslik uchun oddiy kiyimda va oddiy mashinada bo'lishingiz kerak. Xayolida o'zi uchun kibrli bo'lmagan inson obrazini shunday yaratib olishadi. Kamchiligimiz ham ana shunda. Misol uchun, ilm ahli bir domla sal zamonaviyroq kiyinib yursa, shu holat g'ashimizga tegib qolishi mumkin. Chunki ilmlilar faqat eski kiyim, uzun choponlarda bechora holda tasavvur qilishga o'rganib qolganmiz deydi xonanda. Bu shunchaki qayerdandir o'rnashib qolgan qolipli fikrlar. Aslida unaqa emas deydi xonanda.
Nima uchun bunaqa bo'lishi kerak? Aslida ana shunday ilmli insonlar chiroyli bo'lib yurishi kerak emasmi? Masalan, o'zim shunday tushunaman. O'zimiz yaratib olgan qonuniyatlarimizga to'g'ri kelmayotgan odamlarni yo yomon yo kibrli deb o'ylaymiz. Yana bir narsaga guvoh bo'ldim. O'zimga ham shu holat kuzatildi. Jamoat joyida biror mashhurroq inson o'tayotganida o'z ishi bilan bo'lib sizga e'tibor berolmay qolishi kibrlidek tuyulsa ham har doim bunaqa degani emas ekan, deydi xonanda. Ba'zi vaqtlarda o'zim ham qayerdadir kim bilandir e'tibor bermay ko'risha olmay qolgan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zida mashinada bir manzildan ikkinchi manzilga qanday kelib qolganimni ham bilmay qolaman, deydi xonanda. Shuning uchun yonimdagilarga ham tayinlab qo'yaman hatto. Ular ham hatto ko'pincha aka chiqayotganda chap tarafda sizga bir odam qarab turibdi. Aka anavi odam bilan ko'risha olmay qoldingiz kabi eslatib turishadi. Inson bularni atayin qilmaydi. Aksincha bu kuchsizlikning, ya'ni hamma narsani ham nazorat qilolmasligingizning ishorasidir. Shuning uchun yaxshi inson yaxshi gumonda boradi. Lekin baribir siz ming avliyo yoki farishta bo'lsangiz ham insonlar nimani ko'rishni istasa, sizda shuni topadi, deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Oila mavzusida gaplashishni xohlamayman. Oila mavzusida gaplashkim kelmaydi, xohlamayman va yana menga shu haqda maza qilib gapirib o'tiradigan insonlar ham yoqmaydi. U birov bilishi, ko'rishi shart bo'lgan narsa emas. Boshqa mavzuda bemalol suhbatlashishi mumkin, lekin oila masalasida bunday emas, deydi xonanda Ulug'bek Rahmatullayev. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.